Hayatındaki en muhim 2 kunning birisi sen tug'ilgan kun. Yana birisi suolingga javob topgan kuning. Mark Twain. Men arzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Sizlar faqat o'z orzuyinglar va nishoninglarni boshqalarga demidinglar xolos. Navoda o'zingda taraqqiy qildirishga va qadrlashga arziydigan ma'lum bir talant bor deb qarasang, uning uchun qurbonlik ber. Dunyoda sen qilinmaydigan ish yo'q. Men sizlarning orzuyinglarga va uni amalga oshirish uchun ko'rsatgan tirishchanliginglarga olqishinglar etaman. O'zinglarga ishonganinglar uchun sizlarni tabriklayman. Chunki hayotlik uzluksiz davomlashtirish, o'z-o'ziga jang e'lon qilish va o'zni mukammallashtirishga boshlash bilan o'z ma'nosini topadi. Mana hozir dal sening orzuyingni amalga oshiradigan vaqting. Lekin eng muhimi, sen olamdan o'zingga tava bo'lgan orzuyingni tepib chiqishing kerak. Mantiqiy va nazariya jihatdan sen orzuyingni hozirla amalga oshira olasan. Lekin sen hayotingda o'zgacha natijalarga erishay desang, masalan, o'z orzuying